Assalomu alaykum. Malibu 1 so'ragan mijozlarimiz uchun chiroyli holatdagi Malibu 1 mashinamizni olib kelib, bugun sotuvga chiqdi. Mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari absolutniy top-toza. Olib kelib, mashinamiz ko'rib turganida yon qismlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ichki salonlari ham olib kelib, mana sidinalar koja olib kelib. Bosib masofalari olib kelib 57 ming kilometr yurgan. O'ziniki probeglari halol 3-paysa full paysada bo'ladi. Okila mashinamiz. Okila orqa taraflari ham ko'rib turganda ham mashinamizni chiroyli holatda bo'lib turibdi. Xo'p, to'rttalar yumshoq yaxshi bolalarni to'qib ko'rgan. Xo'p, ukam bunga gaz uстановkasi bo'lgan? Bo'lgan aka. 100 litr tema gaz bo'lgan. Puli nechi pul buni? Puli aka 15,5 kam bor. Bo'lish nechi puli kom buni? Bo'lishi 15,300 ga. 15 ming berishadi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Dokumentda muammosi yo'q-a? Gem chiqadimi? GMP emas bo'ladi. Okila mashinamizga generalni ham berilaveradi. 100 litr temir gaz borlarini ham ustunovka qilib qo'ygan ekan. Hop, mashinamiz okila olasiz, haydaysiz, hech qanaqa ishlar yo'q deb turibdilar ukammiz. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Mashinamiz sanamdan.